ishroq namozi o'qisa, 2 rakat namoz o'qisa, Alloh taolo shu odamga bir haj va bir umrani savobini beradi. Bir haj va bir umrani savobini. Shuni qilasiz. Qachon keldingiz? 3 kun bo'ldimi? Yana bir hafta turasizmi bu yerda? Agar bir hafta tursangiz 8 kundang 8 kunga shunga ahd qiling. Hop. Bamdodni o'qiganingizdan keyin duo tasbehingizni qilasizda, yana 1 soat sizda vaqt bor, quyosh chiqquncha. Agar eplasangiz 1 soatda bir tavof qiling. Hozirgi Abdulloh ibn Abbosni gaplashdik-ku. Shunga o'xshagan bir sahobiy bo'lgan, uni ham ismi Abdulloh bo'lgan. Abdulloh ibn Umar bo'lgan o'zi. Shu Makka mukarramada eng oxirgi vafot qilgan sahobiy shu bo'ladi. Qabrlari ham shu joyda. Mana shu odamni Ka'bani tavof qilayotganda uchrayapti. Ular Rasulullohni ko'rishmagan. Mana shu odam Rasulullohning sahobasi ekan, Abdulloh ibn Umar shu ekan deb hammasi o'rab olgan. So'rabdilarki, ey Rasulullohning sahobasi, bizga nasihat qiling. Biz shu joyga keldik-ku, eng ko'p nimani qilsak bo'ladi? U kishi aytgan ekanlar, men Habibim sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. Kim bu yerga kelsa, eng ko'p amali tavof bo'lsa. Har kuni fikringiz qaysi paytda tavof bo'lsa bo'ladi. Hozir falon paytga yetib borsam, asrga turmaymanki bir marta tavof qilgan. Asrga vaqt bo'lib qoldi, tez borayda, asrda jamoatni o'qiyda, shomgacha 2 marta tavof qilib olaman. Ko'rdingizmi? O'y fikr shu. Tavof. Bir tavof 7 marta aylanish bilan bo'ladi. Eng ko'p amali tavof bo'lsin. Nega? Tavof qilayotgan kishini har bitta qadami yerga tushsa, xuddi kuzda daraxtni bir urasiz. Xuddi shunaqa bo'lib silkinadi odam gunohlari to'kilib ketadi. Har qadami yerga tushganda, har qadami yerdan ko'tarilganda Allohning oldida shu odamning martabasi ko'tarilib boradi. Hatto shunchalikka borar ekanki, gapi o'tadigan bo'lib borar ekan. Allohim shunday qil desa qilar ekan. Shunchalik Allohga yaqin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar, haj qilib, Ka'bani haj qilib, Ka'bani tavof qilib, umra qilib qaytayotgan odamni ko'rsangiz, hali uyga yetib olmabdi. Shu odamga iltimos qiling. Meni haqqimga Allohdan kechirim so'rab bering deb ayting. Bizni odamlar ham duo oladi. Hoji aka meni duo qiling deydi. Duo qiling. Siz unaqa demang. Meni gunohimni Alloh kechirishini so'rab bering demaydi. Bu gapni hech kim aytmaydi. Nariga ham bu gapni aytmaydi. Shu gapni o'rganinglar. Nimaga? Agar shu odam o'rtaga tushsa, Xudo kechirib yuborar ekan. Ko'rdingizmi? O'rtaga tushadigan odam ham hazratga bo'lmaydi-da. Odamlar nega o'rtaga tushadigan odam istaydilar? Gapi o'tadigan odamni istaydilar. Payg'ambarimiz shuni aytdilar. Shu odam hali dunyoga aralashmasdan turib shu gapni so'rab olinglar undan, sizlarga o'rtaga tushib bersin. Banda o'qiysiz, ishroq namozigacha bitta tavof qilasiz. Undan keyin ishroq namozini o'qiysiz. Ishroqdan keyin men sizga duo o'rgataman. Otangiz bormi? Onangiz. Umrlarni qolsin. Onangiz olib kelsin. Bolalaringizdan qaytsin.
ey Allohim, shu amalimni sen uchun qilgan bo'lsam, shu amalim qabul bo'lsa, savobini otamga berdim. Men uni xizmatini qila olmaganman. Tushundingmi? Men uni xizmatini qila olmaganman deb. Doim o'zingizga ichingizda shuni saqlab yuring. Men otamni xizmatini qila olmadim. Onamni xizmatini qila olmadim. Har amalingizda ey Robbim, shu amalimni otamga sherik qildim. Shu amalimni onamga sherik qildim. Hozirgi ishni shunday qiling. Ertasiga yana shu amalni qiling. Qilingda ey Robbim, onamni umrini uzoq qil. Agar vafot qilgan bo'lsa, onamni ofiyat qil, shu amalimni onamga berdim. O'zingiz o'ylayda, otasiz, farzandlaringiz bor. Farzandingiz olib kelgan bir kichkinagina narsa qancha xursand qiladi sizni? Boshingiz osmonlarga yetadi. Qabrda yotgan odamga shunaqa xabar bo'lsa qancha xursand bo'ladi? O'g'ling senga shunaqa amal berib yubordi. Hozir Ka'batullohda mumkinki ba'zi bir ota-onalar bolasidan xafa bo'lib ketadi. Mumkinki shu bilan rozi bo'lib ketadi. Qabrda yotgan otaga shunaqa qilib tursa bolasi. Odam vafot qilganda uni daftari yopiladi. Faqat shunaqa bolasi bo'lsa yopilmay turadi. O'zingiz avvalo shunaqa bola bo'lib ko'ring va shunaqa farzand katta qiling. Siz o'lsangiz ham daftaringiz yopilmaydigan bo'lsa. Buning uchun siz boshlab berasiz avval bolangizdan qaytaring. Xo'pmi? Ikki rakat namoz o'qiysiz. Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir hadis bor. Qaysi bir farzand o'lgan otasini nomidan haj qilsa, Alloh taolo do'zaxdan ozod qiladi. Nega? Alloh taolo otasiga yaxshilik qilgan bolani yaxshi ko'radi. Onasiga yaxshilik qilgan bolani yaxshi ko'radi. Qarang, o'ziga haj qilganga bunchalik emasdan biladi. Otasiga haj qilganda do'zaxdan ozod qiladi degan ekanlar Rasululloh. Otasiga nima beradi? Eng yaxshi hajni savobini berar ekan. O'g'il qilgani uchun otani nomidan, o'g'il qilgani uchun yo ona nomidan eng yaxshisini berar ekan. O'zi hamma xatolar qilgan. Har doim hayol bilan duolarini to'g'ri qilmay, tavofini to'g'ri qilmay hamma xatolar qilgan. Alloh taolo eng yaxshisini. Chunki savobini berayotgan Alloh bu bir zaif banda o'zini o'ylaydigan, bolasini o'ylaydigan, otasini o'ylabdi-ya. Odam o'zi bilan bolasini o'ylaydi. Shu otasini o'ylab qildi-ya. Men bunga eng yaxshisini beray. Xo'p. Qachon imkoniyat bo'lsa, o'tgan otangiz, onangizga bir umra qiling. Keyin har kun ishingizni tavof qiling. Hayolingiz tavof qilingmi? Tavof 4 marta tavof qildingiz, takbir aytib oldimmi, namozdan keyin 3 marta qilib tugatib, maqomi Ibrohimning ro'parasida yoki qayerda imkoniyat bo'lsa shu yerda 2 rakat namoz o'qib, Alloh taoladan duo qiling, so'nggi duoingiz qabul bo'lsin. Birinchisi ishroq namozi, ikkinchisi tavof sizlarga. Tavof qilib charchab keting. Shu joyga kelganingizda shu og'zingiz ochilib uxlang. Payg'ambarimiz aytganlarki, tavof qilib charchagan oyoqlarni Alloh jannatda dam oltiradi.
Bu oyoqlarimiz qayerlarda charchamagan? Shundaymi? Qayerlarga olib bordi bu oyoq? Endi Xudo yorlaqlab shu yerga olib ketdi. Shu yerda charchasin. Yana bir ish bor. Bu joyda faqir kishilar bor. Xosatan shu masjidni qurayotgan odamlarni ko'ryapsizlar. Masjid qurilishida ishlayotgan ustalar bor. Agar eplasangiz, shu 10 kun turganingizda bitta odamga qonni to'g'rab qo'ying. Eplasangiz, bir odamni 10 kun ishlab bir odam. Ka'batullohni qurayotgan ustani qonni to'g'ragan bo'lasiz. Bizni o'zbeklar masjid qurilishida juda ixlosli bo'ladi. Ustalarga osh qilib bergan, choydamlar borgan, kompot qilib bergan, nega shunga sherik bo'lsa? Endi o'ylang, Ka'batullohni qurayotgan ustaga qonni to'g'rab qo'ysangiz, faqat bular yeyotgan haligi shildir ovqat olmang. Yaxshisini oling. Hop. Agar iloji bo'lsa shu o'zbeklar qilayotgan oshdan oling, go'shtli qilib. Domlamiz bir narsa aytib beradilar. Biz tomonda deydi bir meva bor deydi, shu odamning mushiga keladigan ko'k meva bor Hindiston tomonda. Bir odam shuni terimida to'g'ri kelib qoldi, bog'dan o'tib ketayotgan ekan. Assalomu alaykum, va alaykum assalom deb 10 rupiyaga shunga bering debdi. Haligilar yashiqqa terishayotgan ekan. Eng sarasini bog'bonlar yashiqqa teradi. Bir yashiq berib taqdi. Eng sara zo'rini. Degan endi debdi, shu bola chaqa qo'ni qo'shnilarga tarqataman, Xudoning yo'lida ham bering debdi. Desa, xo'p debdi. O burchakka yerga to'kilgani bo'ladi. Bir uy bo'ladi. Shunaqadan bir etak berib turibdi. Desa, ey Alloh, senga berganini qara-yu, 10 rupiyaga berganini qara. Sen uchun berilgani chirigan, qurt yegan, sotib olmaydigani. 10 rupiyaga bergani yaltirlaydi. Qur'oni Karimda bir oyat bor. Va anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna min al-ardi. Ey bandalarim, infoq qilsalaringiz, o'zlaringiz ishlab topgan narsani eng shirin, eng pokizasidan beringlar. Bo'lmasa bermaydi. Uzum ekayotgan, olma uzum ekayotganlar eng chiroylisini o'zi ham yemaydi-ku, sotadi. Hatto o'zi yemaydi. Eng chiroylisini, eng yaxshisini beringlar. Sizlar berasizlar, u olgan odam ko'zini yumib oladi. Alloh taoloning gapini qarang. Yesa, o'zi yemaydi, haligini chiligini berasiz. Yesa ko'zini yumib yeydi. Deb yuboradi. Shunaqasini berasizmi men uchun deydi ular. Yaxshisini beringlar, o'rma. Shunga bermangki, bir odamga. Bo'ladi. 10 kunda bitta odamga to'g'ri bir marta. Sizni daftaringizga Ka'batullohni qurayotgan 100 ming odamga ziyofat berdi yozib qo'yadi. Siz bu ishni boshqa joydan topa olmaysiz. Mana uylaringizga borib, hoji keldi deb osh qilib qancha odamlarga ziyofat berasizlar-ku. Buni u yerda topmaysiz.
Berasizlarmi shunaqa ziyofat? Ziyofat bersangiz menga ayting. Pishib bo'liblar Xorazmga. Bizni Asaka degan joy bor, biz Andijonda Asaka degan joy bor. Shu Asakadan hajga kelmaydi. Hajga kelsangiz baloga qoldingiz. Shu qishloqda na erkak, na ayol, na yosh, na qari qolmaydi, hammasi bizga keladi. Hammasini qonni to'g'rashingiz kerak. Shuning uchun yo kelmang yoki yashirib keling. Bunday ziyofatni, bunday ehsonni odamlar majbur beradi. Bersa, majbur beradi. Majbur berilgan narsalar pashani qanoticha savob bo'lmaydi. Tushundingizmi? Agar gunoh bo'lmasa, ham Xudoga shukr. Lekin savob bo'lmaydi. Shuni hisobini qiling. Bu yerda qilganingizni hech kim bilmaydi. Alloh biladi. Va mana bu odam ham sizni hayotda ko'rmaydi keyin qaytib. Qiyomatga qoladi. Xo'p. Va mumkinki qalbingizda hech kimga bilintirmasdan berish uyg'onib qolsa. Hech kimga bilintirmasdan birovga yaxshilik qilish tushib qolsa, umringiz oxirigacha shunaqa bo'lsangiz. Bir hadis bor. Mahshargohda 7 ta odamni ismini aytib chaqirar ekanlar. Ey falonchi, Allohning arshini soyasiga chaqiryaptilar seni. Shulardan biri birovga yaxshilik qilar ekanda hech kim bilmas ekan. Alloh taolo umrlaringizni qabul qilsin. Yana qaytib berish nasib etsin. İchlaringizda siz aytgandek ota-onasini olib kelganlar bor. Vatanda turib yuborganlar bor. Shularni ham haqqiga duo qilinglar. Farzandlaridan qaytar. Ota-onalariga shunchalik yaxshi qilganlarni ota-onalari bilan jannatda jamlasin. Xudoyo umid bilan keldik. Noumid qaytmaylik. Gunohlarimizni kechirib yubor. Gunohlarimizni kechirib yubor ya Rabbim. Sen gunohlarni tavba qilganini kechirishlikni yaxshi ko'rar ekansan. Shunga keldik ya Rabbim. Bizlarni ham kechir, ota-onamizni ham kechir. O'g'il qizlarimizni umid bilan katta qilyapmiz, adashtirib qo'yma ya Rabbim. To'g'ri yo'lga hidoyat qil. Xudoyo bu kunlarimizni hayotimizni eng yaxshi kunlari qil. Hayotimizni o'zgartiradigan kunlar qil ya Rabbim. Yana qayta kelishni nasib et. G'ufronaka robbana va ilaykal masir ya arhamar rohim. Assalomu alaykum.